Osiyoning o'sha kechasi ko'ziga uyqu kelmadi. Tashqarida tun sukunatga cho'mgan, hamma uyqu bag'rida. Ammo qizning qalbida bo'ron tinmasdi. Yostig'ini ko'z yoshlari ivitdi. Har safar ko'zini yummoqchi bo'lsa, Boburning kulgusi, ovozi, bergan va'dalari xayolida jonlanaverardi. U esa bu xotiralardan qocholmasdi. Bobur ham sog'inardi. Buni Osiyo his qilardi. Ammo o'sha sog'inch orasida allaqachon qandaydir sovuqlik, qandaydir tushunarsiz nafrat uyg'onganini ham sezgandek edi. Eng og'riqli tomoni esa nima uchun bunday bo'lganini bilmasdi. Qizning ham g'ururi bor. U shu sabab qayta yozmadi. Nega degan birgina savolni ham bermadi. Ba'zan insonni sukut gaplardan ham ko'proq sindirar ekan. Shu tariqa universitet imtihonlari ham tugadi. Ta'til boshlandi. Kunlar o'tardi. Ammo vaqt Osiyoning yarasiga malham bo'la olmasdi. Har oqshom telefonini qo'liga olib, Boburning profil rasmini uzoq kuzatar. Rasmdagi tabassum hali ham o'sha. Faqat tabassum endi Osiyoga tegishli emas. Ular birga qilgan orzularni, kelajakni eslardi. Bir dasturxon atrofida o'tirishlari, birga safarlarga borishlari, farzandlarining ismini qanday qo'yishlari. Bir paytlar juda yaqin bo'lgan orzular endi qo'l yetmas osmondagi yulduzga aylangandi. Yangi yil arafasi ham kirib keldi. Ko'chalarda chiroqlar charaqlagan, bolalar Qorbobo haqida quvonib gapirishar. Har bir xonadonda bayram shukuhi sezilardi. Osiyoning uyida ham tayyorgarlik avjida. Kech kirdi. Dasturxon bezatilgan, oila a'zolari bir-birini tabriklashardi. Qo'shnilar mehmonga qatnar, kulgu va xursandchilik hovlini to'ldirardi. Osmondan esa oppoq qor yog'a boshladi. Yer oppoq libosga burkanayotgan bir paytda Osiyoning qalbi tobora qorayib borardi. Aslida u bayramlarni unchalik yoqtirmasdi. Endi esa hech narsa unga quvonch bera olmayotgandek. Osiyo biroz toza havo olish, qorni tomosha qilish va yuragini ezayotgan o'ylar bilan yolg'iz qolish uchun tashqariga chiqdi. Sovuq shamol yuziga urildi. Qor parchalari kipriklariga qo'nar. Sovuq tun esa uning yig'isini yashirayotgandek. Va u to'satdan Boburni ko'rdi. Qalbini sindirgan, ammo yuragidagi muhabbat hali ham so'nmagan inson ro'parasida turardi. Osiyoning yuragi bir lahzaga urishdan to'xtagandek bo'ldi. Bobur. Ichida ming bora uning ismini aytdi. Bir bor bo'lsa ham unga qarashini kutdi. Bir marta bo'lsa ham yangi yiling bilan deydi. Shunday deb umid qildi. Lekin Bobur hatto boshini ham burmadi. Go'yo u yerda Osiyo umuman yo'qdek. Yonidan jim o'tib ketdi. Ana shu lahzada qizning yuragi yana bir bor sindi. U hali ham tushuna olmasdi. Nima xato qildim? Nima uchun bunchalik o'zgarib qoldi? Axir hammasi boshqacha edi-ku. Meni yo'qotishdan qo'rqardi-ku. Bir paytlar ko'zidagi yoshni ko'rsa bezovta bo'ladigan inson bugun uning borligini ham sezmagandek. Eng og'riqli jarohatlar baqirib aytilgan so'zlardan emas, hech narsa demay ketib qolgan insonlardan qolarkan. Ba'zan javobsiz qolgan savollar minglab achchiq javoblardan ham og'ir bo'ladi. Chunki umid o'lmaydi. U har kuni, ehtimol ertaga hammasi tushuntirilar deb yashaydi. Ammo ertalar keladi, izoh esa yo'q. Osiyo indamay uyiga qaytdi. Yuzidagi qor donalarini hech kim ko'z yoshidan ajrata olmasdi. Eshikni sekin yopib uyga kirib ketdi. Bobur opasinikiga borishni umuman istamagan. Ammo onasi nabirasini sog'ingan. Onasining ko'nglini qoldira olmagandi. Mashina opasini hovlisi oldida to'xtadi. Onasi tushib ichkariga kirib ketdi. Bobur esa mashinada qoldi. Nigohi beixtiyor qarshisidagi eshikka qadaldi. Osiyoning eshigiga. Bir vaqtlar u aynan shu eshikdan oppoq kelinlik libosdagi Osiyoning qo'ldan tutib olib chiqishni orzulardi. Uni o'z uyiga olib ketishni, birga baxtli umr qurishni, dunyoni kezishni, farzandlarning ilk qadamlarini ko'rishni, qariguncha yonma-yon yashashni. Shu orzular uchun tundagi sajdada yig'lab Allohdan so'ragan kunlari ham bo'lgan. Har bir duosining ichida Osiyo bor edi. Har bir rejasining markazida ham Osiyo. Ammo endi o'sha orzularning barchasi faqat xotiraga aylangan. Endi esa bu eshik Bobur uchun yopilgan. U shunday o'ylarga cho'mib turganda eshik sekin ochildi.
va qalbining malikasi tashqariga chiqdi. Bobur uni ko'rgan zahoti yuragi shiddat bilan ura boshladi. Go'yo oylar davomida sog'ingan ruhi yana tanasiga qaytgandek. Qadam tashlab uni oldiga borishni juda istardi. Hol-ahvolini so'rashni, ko'zlariga tikilib meni kechir deyishni, hech bo'lmasa qizni tabassum bilan bergan birgina salomini eshitishni, shunchaki bir necha daqiqa uni ovozini tinglashni juda istardi. O'sha va'da qizni yigitdan uzoqlashtirgan, baxtidan uzoqlashtirgan va'da yodiga tushdi. Shu sabab yana boshini egdi. Qizga qayrilib ham qaramadi. Og'ir qadamlar bilan opasining uyiga kirib ketdi. Osiyoning yuragi ayni damda qanday og'riyotganini sezardi. Qizning ko'zlarida javobsiz qolgan minglab savollar borligini ham bilardi. Lekin ba'zi haqiqatlarni aytish mumkin emasdi. Ba'zi va'dalarni esa buzish undan ham og'ir. Shuning uchun Bobur indamadi. Osiyo uyiga, aniqrog'i o'z xonasiga kirishi bilan eshikni sekin yopdi. Shu zahoti qalbiga qo'lini bosib yig'lab yubordi. Ko'z yoshlarini to'xtatishga urindi, ammo iloji yo'q. Go'yo yuragi ko'ksiga sig'mayotgandek, nafas olishi ham og'irlashgandi. Shu tariqa 15-20 daqiqa jim o'tirdi. Oradan biroz vaqt o'tib, tashqaridan mehmonlarning ovozi keldi. "Qizalog'im, mehmonlar kelishdi, qarab yubor", dedi onasi. Osiyo ko'z yoshlarini artdi. Qizarib ketgan ko'zlarini yashirishga harakat qilib tashqariga chiqdi. Hech kim uning ichidagi bo'ronni sezmasligi uchun o'zini tutishga urinardi. Oshxonaga kirib choy damladi. So'ng mehmonlar oldiga piyolalarni olib chiqdi. Ketidan salatlar, boshqa taomlarni ham dasturxonga qo'ydi. Odatdagidek xizmat qilayotgan bo'lsa-da, xayoli butunlay boshqa joyda. Taxminan 20 daqiqalardan so'ng Malika opa va ularning qaynonasi ham mehmonlar davrasiga kirib kelishdi. Mehmonlar suhbatlashishar, Osiyo esa oshxonaga kirib, idish-tovoqlarni yuvishga tushdi. Qo'llari ish bilan band bo'lsa-da, xayoli Boburda edi. Shu payt ortidan Malika opa kirib keldi. "Osiyo, yaxshimisiz, singlim?" dedi u mehr bilan. Osiyo indamagina tabassum qilishga harakat qildi. "Yaxshiman", ammo uning ovozidagi titroq, yuzidagi oqarish va ko'zlaridagi mung hamma narsani oshkor etardi. Malika ham yuragi sezdi, chunki hamma gapdan xabardor. Boburning ahvolini juda yaxshi bilardi. Biroz avval Bobur opasiga "Opa, iltimos Osiyodan xabar oling" degandi. Keyin esa oyisiga "Ishim bor, ketamiz", deb uyga olib ketgan. Aslida esa u qizning holatini tasavvur qilgan. Shu sabab u yerda ortiq qolishni istamagandi. Malika opa bir muddat nima deyishni bilmay turdi, so'ng suhbat boshladi. Gapdan gap chiqib, aslida Usmon akangiz Boburga sizni bermasligini aytgan ekan. Shu sabab Bobur ularga boshqa bezovta qilmaslikni va'da bergan. Bu so'zlar Osiyoni qulog'iga yetishi bilan butun borlig'i muzlab qolgandek bo'ldi. Demak, hammasiga sabab shu ekan. U bir lahza nafas ololmay qoldi. Go'yo butun olam birdek jim bo'lgandek. Nahot akam menga shuni ravo ko'rgan bo'lsa? Boburning nega asta-sekin sog'lashayotganini tushungandi. Nega eng og'ir kunlarda yonida bo'lmaganini, birin-ketin barcha savollariga javob topayotgandi. Ammo bu javoblar Osiyoga taskin bermasdi. Yanada og'ir azob olib kelayotgandi. Oradan ko'p o'tmay mehmonlar ham ketishdi. Osiyoning rangi oqarib ketgan, oyoq-qo'llaridan mador qolmagan. Sakina bir necha bor qizga xavotir bilan qaradi. Ammo Osiyo odatdagidek hech narsa bo'lmadi, deganday bosh irg'ab qo'ya qoldi. Kech kirib, barcha oila a'zolari yangi yilni kutib olish uchun dasturxon atrofiga yig'ilishdi. Televizorda prezident tabrik so'zini boshladi. Soat millari 12 ga yaqinlashar ekan. Uy ichini sokin hayajon qopladi. Nihoyat tungi soat 12 ni urdi. Mustafa qo'llarini duoga ochdi. Yaratganim, yangi yilimizni tinchlik, baraka va xotirjamlik yili qilgin. Farzandlarimning baxtini bergin. Barcha amin deyishdi. So'ng hovliga yugurishdi. Osmonni rang-barang mushakbozliklar yorita boshladi. Salomlar, fonuslar va minglab uchqunlar qop-qora osmonni go'zal ranglarga burkadi. Ammo Osiyo hayotida birinchi marta yangi yilni kutib olish uchun tashqariga chiqmadi. Deraza yonida sukutda o'tirardi. Ko'zlari osmondagi chiroqlarni emas, qalbidagi zulmatda edi. Tashqarida hamma quvonardi. Ichkarida esa birgina qalb parchalanayotgandi. Soat chamasi tungi birlar bo'lganda u yana sokinlikka cho'mdi. Har kim o'z xonasiga kirib ketdi. Osiyo ham xonasiga qaytdi.
Telefonini qo'liga oldi. Ijtimoiy tarmoqqa kirdi. Boburning onlayn yoki yo'qligini tekshirdi. Onlayn. Qizning yuragi yana tez ura boshladi. Demak, uxlamagan. Ichida yig'ilib qolgan minglab savollar endi undan chiqishni istardi. Chuqur nafas oldi. Boburning raqamini terdi. Barmog'i qo'ng'iroq tugmasining ustida bir necha soniya titrab turdi. So'ng bosdi. Telefon jiringlay boshladi. Har bir jiringlash uning yurak urishi bilan birga yangrardi. Ko'p o'tmay narigi tomondan tanish ovoz eshitildi. Alo? Bu Bobur edi. Go'yo u ham aynan shu qo'ng'iroqni kutib o'tirgandek birinchi jiringlashdayoq javob berdi. Assalomu alaykum, dedi Osiyo ovozi titrab. Va alaykum assalom, dedi Bobur sokin ohangda. So'ng sukut. Og'ir, yurakni ezuvchi sukut. Faqat ikkisining nafasi eshitilardi. Nihoyat Osiyo chuqur nafas olib, yuragida oylar davomida yig'ilib qolgan savollarni aytishga jur'at topdi. Nega bunday va'da berdingiz? Dedi Osiyo titroq tovushda. Ko'zlaridagi yoshlar allaqachon yuzlariga is solib ulgurgan. Bobur boshini quyi soldi. Bir necha soniya sukut saqladi. So'ng juda past ovozda gapirdi. O'zim istab emas, majbur bo'ldim. Shu uchgina so'z Osiyoning yuragini ming bo'lakka bo'lishi uchun kifoya. Ular ortiq gaplashishmadi. Chunki aytiladigan gap qolmagandi. O'sha sukut ichida faqat Boburning nafas olishi, Osiyoning ovozsiz yig'lashi eshitilardi. Taxminan 10 daqiqa, atigi 10 daqiqa. Ammo o'sha 10 daqiqa ular uchun butun umrga teng. Shu tariqa 2 yosh yangi yilni kutib olishdi. Atrofda mushakbozliklar osmonga ranglar sochar. Odamlar bir-birini quchoqlab tabriklashardi. Yangi orzular tilashardi. Ammo bu ikki qalb uchun yangi yil yangi umid emas, yangi ayriliqning boshlanishi bo'ldi. Kunlar bir-birini quvardi. Yanvarning ham yarmi ortda qoldi. Vaqt o'tardi. Ammo vaqtning o'tishi dardni yengillatmayotgandi. Har ikkala qalbni ham izohlab bo'lmaydigan bir mahzunlik o'rab olgan. Ular yashashda davom etayotgan bo'lsalar-da, ich-ichlarida nimadir allaqachon so'ngan. Boburga esa boshqa tomondan bosim kuchayib borardi. Buvisi bilan onasi uning uylanishini qat'iy talab qilishardi. Oxir-oqibat ilojsiz rozi bo'ldi. Ammo kimga? Bu savol Boburni tinch qo'ymasdi. Oradan vaqt o'tdi. Qish o'rnini bahorga bo'shatdi. Daraxtlar yana kurtak yozdi. Gullar ochildi. Tabiat uyg'ondi. Ammo ayrim qalblar uchun bahor ham qishdek sovuq bo'lardi. Osiyo va Bobur ham tashqaridan qaraganda ancha o'zlariga kelgandek. Yashashni, kulishni, odamlarga odatdagidek ko'rinishni o'rganishgan. Faqat tun. Tun ularning eng katta dushmani. Kunduzi ishlar, odamlar va shovqin dardni biroz unuttiradi. Lekin tun cho'kishi bilan xotiralar yana qaytardi. Sukut orasida yurak yana o'sha ismni pichirlaydi. Vaqt hamma narsaga davo. Faqat o'sha vaqt o'tguncha yashab turishning o'zi bir qiyin sinov edi. Osiyo o'zini o'qish bilan ovutishga urinar, darslardan so'ng otasini tanishi ishlaydigan klinikaga borib, kasb sirlarini o'rganardi. O'zini band qilsa shunchalik kam o'ylayman deb umid qilardi. Aprel oyining o'rtalari, chorshanba kuni. Osiyo odatdagidek klinikadan uyga qaytdi. Bugun juda charchagandi. Nafaqat jismonan, balki ruhan ham holdan to'ygan. Uy yumushlarini tugatgach, biroz dam olish niyatida telefonini qo'liga oldi. Ijtimoiy tarmoqlarni shunchaki vaqt o'tkazish uchun varaqlay boshladi. Birin-ketin tanishlarning videolarini ko'rib chiqarkan, kutilmaganda barmog'i bir videoda to'xtab qoldi. Bu fotiha marosimidan lavha edi. Chiroyli bezatilgan qutilar, mevalar, shokoladlar, sovg'alarga to'la xaltachalar. Ular ehtiyotkorlik bilan mashinaga ortilardi. Videoning yuqori qismida esa bitta ism yozilgan. Bobur. Osiyoning nafasi ichiga tushib ketdi. Qo'lidagi telefon titrab ketganday bo'ldi. U bir lahza qimirlay olmadi. Go'yo vaqt to'xtab qolgan. Yuragi urishdan voz kechgan. Shu kungacha u ich-ichidan umid qilardi. Bir kun Bobur qaytadi. Bir kun hammasi iziga tushadi. Bir kun ular bir oila bo'lishadi. Har sajdada, har duoda shu orzuni Allohdan so'rardi. Ammo mana, bir necha soniyalik video uning 5 oylik umrini bir lahzada kulga aylantirdi. Nahotki Bobur uning taqdiriga aylanmagan? Nahotki ularning umr yo'llari faqat bir nuqtada kesishish uchun uchrashgan bo'lsa? Nahot sevish har doim ham birga bo'lish degani emas.
Osiyo telefonni asta qo'lidan tushirdi. Ko'zlaridan oqayotgan yoshni ham sezmadi. U endi faqat yig'lamasdi, ichidan parchalanayotgandi. O'sha kuni Osiyo nafaqat sevgan insonidan, balki kelajagi haqidagi barcha orzularidan ham ayrildi. Chunki uning tasavvuridagi baxtning markazida doim Bobur bor edi. Endi esa Bobur boshqa birovning kelajagiga aylanayotgandi. Osiyoning sevgisi ham, umidlari ham, kelajak uchun chizgan eng go'zal orzulari ham o'sha video bilan birga undan uzoqlashib ketdi. Ba'zan insonning hayotini o'zgartirish uchun bir necha daqiqalik suhbat ham, bir necha soniyalik video ham yetarli bo'larkan. O'sha videodan keyin Osiyoning ichida so'nmagan yagona narsa ham so'ndi. Umid. Shu kungacha u qalbining eng tubida, hech kim bilmaydigan joyda kichkinagina umidni asrab kelayotgandi. Balki bir kun Bobur qaytar, balki hammasi tushunmovchilikdir. Alloh ularning yo'llarini yana birlashtirar, lekin endi hammasi rostdan tugagandi. Shunday qilib Boburning hayoti asta-sekin yangi sahifaga o'tayotgan edi. Uning atrofida shirin tashvishlar ko'payib borardi. To'y taraddudlari, kelajak rejalari, yangi hayot. Osiyoning hayotida esa mutlaqo boshqa manzara hukm surardi. Uning ichida hissiyotlar ildiz ota boshladi. Yuragi og'rirdi. Lekin endi ko'z yosh ham avvalgidek chiqmas. Ba'zan og'riq shu darajaga yetadiki, inson yig'lay ham olmay qolardi. Ammo bu orada Osiyoning hayotida ham yangi bir sahifa ochila boshlagandi. Lekin Osiyo hali buning hech birini bilmasdi. U hali taqdir o'zi uchun nimalarni yashirib qo'yganidan mutlaqo bexabar edi. Oradan kunlar o'tdi. Osiyo kunduzlari asta-sekin o'ziga kelishni boshlagan. Endi kulishni ham, odamlarga odatdagidek javob qaytarishni ham uddalay olardi. Ammo tun, doimgidek tun uning eng katta dushmani. Har oqshom ko'zlarini yumar ekan, xotiralari uning yana o'sha o'tmishiga sudrardi. Bir kun kelib og'riqlar tugaydi. Bir kun kelib yuragi yana tinch uradi. Endi bu uyda ham to'y taraddudlari boshlangan. Ustalar ertalabdan kechgacha uyga kirib chiqishar, devorlar ta'mirlanar, yangi jihozlar olib kelina boshlagandi. Osiyo hafta oxirigacha ustalar bilan ovora bo'ldi. Dushanba kuni esa Osiyo universitetdagi mashg'ulotlarni tugatgach, odatdagidek amaliyot o'taydigan klinikasiga yo'l oldi. Bu uning shu klinikadagi so'nggi ish kuni edi. Ertadan boshlab ular ta'tilga chiqishadi. Keyinchalik esa uylariga yaqinroq bo'lgan shifoxonada amaliyotni davom ettirishni rejalashtirayotgandi. Klinikaga ketgach, odatdagi ishlari bilan band bo'ldi. Bemorlarga ukollarni qildi. O'ziga biriktirilgan shifokorning qabulidagi bemorlarning shikoyatlarini tingladi. Doktor bergan tavsiyalarni diqqat bilan kuzatdi. Kerak bo'lgan joylarga yordam berdi. Shu tariqa kun ham o'tib borardi. Soat taxminan 6:30 bo'lganda Osiyo uyga ketishga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Ertaga uylarda fotiha marosimi. Uyda esa hali qilinadigan ishlar ko'p. Yo'lak bo'ylab kiyim almashtirish xonasiga ketayotganda, doktor Umida Adilovna bir yigit bilan suhbatlashayotganini ko'rdi. Suhbat orasida qo'li bilan Osiyoni ko'rsatdi. Osiyo yaqinlashdi. Umida Adilovna, men ketsam maylimi? Dedi muloyimlik bilan. Shifokor jilmaydi. Osiyo, iltimos, shu yigitga osmo'g'il qilib qo'ying. Shundan keyin ketaverasiz. Qiz yo'q deya olmadi. Ichida biroz ranjigan bo'lsa-da, indamay palataga kirdi. Shoshayotgandi. Uyda uni kutayotgan tayyorgarliklar boshlangan. Shu on ichida hamma vaqt topib, bugun kelishi shartmidi deb o'yladi. Notanish yigitni negadir yoqtirmadi. Jimgina dori vositasini tayyorladi. Yigitni qo'lidagi ko'kimtir tomir yaqqol ko'rinib turardi. Ignani bir urinishda yoq tomirga aniq tushirdi. Harakati shu qadar ishonchli va yengil ediki, Murod beixtiyor unga tikilib qoldi. Qiz esa bir og'iz ham ortiqcha gapirmadi. Na uning tashqi ko'rinishiga e'tibor berdi, na tanishishga urinib ko'rdi. Faqat vazifasini bajardi. Ammo Murod qizning ko'zlariga qaradi. Unda g'alati bir mahzunlikni sezdi. Go'yo bu nigohlar juda ko'p narsani yashirayotgandek. U bu tuyg'uni muhabbat deb atay olmasdi. Lekin boshqa qizlarda hech qachon sezmagan qandaydir hissiyot yuragida uyg'ongandi. Osiyo esa deraza tomonga qaradi. Xayollari yana Bobur tomonga ketdi. Shu qadar chuqur o'yga cho'mildiki, qancha vaqt o'tganini ham sezmadi. Menimcha oxirlab qoldi, degan yigitning ovozi uni hushiga qaytardi. Qiz ukolni tekshirdi. Hammasi joyida ekaniga ishonch hosil qildi. So'ng hamkasblari bilan xayrlashib, shoshilgancha klinikani tark etdi.
Murod so'nggi oylar ichida ish sabab sog'lig'ini ancha e'tiborsiz qoldirgandi. Ba'zan bir kunda bir mahal ham ovqatlanishga vaqt topolmasdi. Ko'p tunlarni kompyuter qarshisida o'tkazar, uyquni ham, dam olishni ham unutardi. Bu odatlar esa asta-sekin o'z ta'sirini ko'rsata boshladi. Bir kuni ish stolidan keskin turganda boshi qattiq aylanib ketdi. Qayta o'rniga o'tirishga majbur bo'ldi. U buning sababini yaxshi bilardi. Noto'g'ri ovqatlanish, uyqusizlik, tinimsiz mehnat. Nihoyat muhim loyihani yakunlagach, shifokor ko'rigidan o'tdi. Va bundan keyingi voqealar o'zingizga ma'lum. Qiz uni oldiga kelib bir og'iz ortiqcha gapirmadi. Na uni qimmatbaho kiyimlarga qaradi, na kelishgan qomatiga. Go'yo uning bu dunyoda mavjudligi qiz uchun ahamiyatsizlik. Murod bunga hayron qoldi. Axir u unga o'rganmagan. Ich-ichidan shunday o'ylar o'tdi. Har qanday qizni o'zimga rom qila olardim, ammo bugun u shunday bir qizni uchratdiki, bir ko'rishdayoq Murodning xayollarini o'g'irlay olgandi. Murodning qalbida ilgari hech qachon his qilmagan qiziqishning ilk uchquni yongandi.